Assalomu alaykum. Hozir iLeaders o'z saytidan ro'yxatdan o'tib ko'ramiz. Demak, saytga kirib oldim. Sayt linki shu. Va buning uchun kirish tugmasini bosamiz. Bu yerdan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tish formasi chiqdi. Bu yerda demak pasport ID ma'lumotlari bilan kirish mumkin, ro'yxatdan o'tish mumkin hamda yoki metrika, ya'ni guvohnoma orqali kirish mumkin. Hozir men guvohnoma orqali ro'yxatdan o'tib ko'raman. Ya'ni pasport uchun pasportni bosib qo'yamiz, guvohnoma uchun guvohnomani bossak, ma'lum bir oynalar o'zgaradi. Demak, guvohnoma ma'lumotlarini kiritaman. Demak, dastlab guvohnoma seriyasi, keyin uni raqamini kiritaman. Hamda tug'ilgan sanasini kiritishim kerak. Demak, 11-oy. Va faoliyat turi demak maktab. Ro'yxatdan o'tishni bosaman. Ma'lumot topilmadi deyapti. Men uchun bu yerda xatolik ketgan. Ro'yxatdan o'tish. Demak, ma'lumot tasdiqlandi, ya'ni kiritilgan hujjatlarimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, keyingi oyna ochiladi, ya'ni ma'lumotlarni tasdiqlang degan forma ochiladi. Bu yerda bir qator ko'z yugurtiramiz va keyingi tugmasini bosamiz. Bu yerda demak o'quvchi demak pochtamizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, shuni inobatga olishimiz kerakki, pochtamiz real ishlaydigan pochta bo'lishi kerak, chunki tasdiqlash kodlari bizga kerak bo'ladi. Telefon raqamini kiritib qo'yamiz. Bu yerga demak parol yaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Parol yozamiz. Xuddi shu yozgan parolimizni qayta yozamiz, ya'ni tasdiqlash uchun. Keyingi tugmasini bosamiz. Demak, pochtangizni tekshiring, ya'ni bizni pochtamizga aktivlash demak manzilini yuborgan, shuni aktivlab qo'yishimiz kerak. Demak, endi pochtamizga, shu kiritilgan pochtamizga kirib olishimiz kerak. Shu pochtamizda link bo'ladi, uni xohlasak kopiya qilib yangi oynaga tashlab ochib olishimiz ham mumkin. Demak, mana profilimiz aktivlandi. Bu yerda kurslar nomi, turli xil kurslar bor. Keragini tanlashimiz mumkin. Mana bu yerdan bichishka orqali keraklarni, masalan, aytaylik, Coursera'ni tanladik. Coursera. Hop, Coursera'ni kurslari chiqdi. Bu yerda birinchi kursga bosaman, ya'ni generativ sun'iy intellektga kirish. Bosadigan bo'lsam, mana yangi bir Coursera saytiga o'tdi. Bu yerda hop, shuni keyin yangi bitta oynada ochib olaman. Buning uchun Keltral bilan shu linkka bosaman. Yangi oyna ochildi. Shu yoqqa o'tib olamanda startni bosaman keyin. Demak, biz ro'yxatdan o'tishimizni so'raydi. Sign up tugmasini bosamiz bu yerda. Demak, bu yerda ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Bu yerga ro'yxatdan o'tish uchun full name, ya'ni ismimizni yozishni so'rayapti. Bu yerga yozaman. Bu yerga endi email, ya'ni iLeadersda o'tgan emailimizni yozsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu emailda yana bu yerga ham ro'yxatdan o'tishda foydalanaman. Ana endi bu yerga parol qo'yib olishim kerak. E'tibor qaratib qo'yamiz. Kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. Parolni joylayman. Parol joyladim, keyin join for free ni bosaman. Demak, pochtamizni tekshirishimiz kerak. Buni ham demak aktivlab qo'yishimiz kerak Coursera'dan ham. Yana pochtamizga kirib boramiz. Mana endi kelibdi, mana demak aktivlash kodi endi kelibdi, mana confirm, ya'ni aktivlashni bosamiz. Demak, emailimiz aktivlandi. Yes. Mana demak aktivlandi. Bo'ldi, saqlanib bo'ldi. Bu yerda keyin
setting bo'limiga o'tamiz profildan. Ya'ni ism familiyamizni kiritib qo'yishimiz kerak. Sanaytib qo'ysak shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana verify my name ni kiramiz. Mana shu formalarni to'ldirishimiz kerak. Men shunchaki bitta formaga hamma daniyni yozib qo'ydim. Submit. Demak, ism familiya ham joylandi. Ana endi boshida kirib borgan bizda ya'ni iLeaders'da bosish orqali ochilgan linkka o'tib oldimda, u yerda mana startni bosishim mumkin. Xo'p, bu yerga kirishni so'rayapti. Aslida kirib borgandim, yangilab olsam ham bo'lardi. Xo'p, login qilamiz. Men boshqatdan start bossam ham bo'ladi. Kurs boshlanish arafasida demak kursimiz boshlandi. Bu videolarni 100% ko'rib chiqish ham deyarli shart emas. Shunchaki 4 ta testi bor. Quiz 1. Buni yechib ko'ramiz. Start. Bu savolni shunchaki ko'chirib ChatGPTga bersak ham bo'laveradi. Chunki bu ingliz tilini bilmasligimiz mumkin. Text, image, audio, shu 3-variant to'g'ri ekan. Shu ism familiyani tasdiqlab qo'ying deb tasdiqlaymiz. Submit. Tekshiramiz. Aniqroq tekshiryapti biz javobimizni. Demak, birinchi nimamiz to'g'ri ekan. Birinchi testdan o'tdik. Next. Ana endi keyingi quizga bosamiz. Ikkinchi quizni bosdik. Start bosamiz. Keyingisiga demak classification addoc shu variant demak to'g'ri chiqyapti. Ism familiya submit. Javobimizni belgilab berdik. Ana endi tekshirib beradi. Bu ikkinchi quizida. Demak, bu ham 100% to'g'ri. Keyingi quizga o'tamiz. Quiz 3. Start. Demak, shu ikkinchi variantga to'g'ri kelyapti. Shu variant to'g'ri. Submit. Xo'p, bu ham to'g'ri ekan. Keyingi levelga o'tamiz. Bu yerda hozircha buni X bosamiz. Bu 4-chi quizga o'tdim. Buni ham startni bosaman. Bu yerda endi ikkita savol kelyapti. Bu savolda bir nechta variantlar belgilanishi mumkin. Shunga e'tibor qaratib qo'yamiz. Match data degani yo'q ekan. Demak, bular to'g'ri. Keyingisi what is your prompt large. Demak, A variant to'g'ri chiqyapti. Buni ham belgilaymiz. Submit. Natijani olib tekshiradi. Demak, 100% to'g'ri. Mana sertifikat tayyor. Birinchi sertifikatimizni oldik. Sertifikat page. Bu yerdan yuklab olishimiz mumkin. Download sertifikat. PDFni brauzerda ochdi, shunchaki shu joyda men sahniyatni ham bosib qo'yaman, sketchatni bosib qo'yaman. Hop. Demak, Courseradan sertifikatimiz tayyor. Hammaga rahmat.